Hozir e'tiboringizga Barhayot Navolar turkumidan O'zbekiston xalq artisti Komiljon Otaniyozov ijodiga bag'ishlangan ko'rsatuvni havola etamiz. O'zbekiston Oynai jahoni xazinasida saqlanayotgan va 1987-yilda tasvirga olingan ushbu ko'rsatuvni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi Otanazar Matyoqubov olib boradi. Marhamat, tinglab tomosha qiling. خیال دین ای سروی گل زار جایی gözümge hal düşüptür tehir var yüzünde hal sevmede tamgan kebi kara canana ya canana havlın merahati tüyürür kim karanada bağrey esirin men yârinim yâren Ya kibriyet gel sen Müslümanlarıma yedet ya مشاطي قزاو بزميش قدي حالي bir tiyavlıkta marmum bana
Miskin oy ağladım Körsen can verir Aman can her yadına Baksana bolgayı sureti havli Yaim yanara Esirim ben yavrum Komiljon aka hayot bo'lganlarida bu yil 70 yoshga to'lgan bo'lar edilar. Bunday ulug' san'atkorni faqat maqtovlar, tasannolar aytish bilan ijodini ta'riflash qiyin albatta. U 32 yoshida O'zbekiston xalq artisti degan yuksak unvonga sazovor bo'lgan. El yurt orasida obro'y topib, mamlakatlarni kezib, shinavandalarni qoyil qoldirgan bir davrda muzika bilim yurtiga kirib o'qishdan toliqmagan. O'zi ustoz bo'lib yetishganida ham keksa san'atkorlar ularning merosini o'rganishni hech kanda qilmagan. Komiljon aka yaratgan sonsiz kuy va qo'shiqlar xalq boyligidan chiqib yanada xalq mulkiga aylangan. Bugungi ko'rsatuvimizda Komiljon akaning safdoshlari, do'stlari, shogirdlari, yosh komiljonlar ishtirokida san'atkorning ijod maskaniga safar qilmoqchimiz. Bu safarda bizning hamrohimiz kuy, qo'shiq, ashulla, uning haqidagi fikr, mulohaza va taassurotlar. Marçalar maksud gülleren aya aşık olmuşam Bilmem bağ içre bir aya aşık olmuşam Gözü gayiplikleri yıldaya aşık olmuşam Menzilim bağ içre bir seraya aşık olmuşam Ömrüm zaya birdim badey Ah hüküme onu küptür köye aşık olmuşam Yar seni çendan isterim Geceyi gündüz bilin Haya aşık olmuşam
geceyi gündüzünü haya aşılmışam. Ay tadım baktım kulübüm mekana uğradım. Seyretip vardım felekten la mekana uğradım. Sümmeni resva kılıp bir iş kana uğradım. 72 şehirlerin bir dükkana uğradım. Şemşeser yerden sefili daya aşık olmuşam. Şemşeser yerden sefili daya aşık olmuşam. Komiljon aka ijodning turli sohalarida samarali mehnat qilgan. U kishining shirali, betakror ovozi, cholg'uvchiligi, bastakorligi, shoirligi butun el ko'rigidan, elning nazaridan o'tgan. San'atning turli sohalari, xususan o'zbek muzika merosining Xorazm vohasida kamol topgan maqom yo'llari, suvoralar, dastonlar, xalpa kuylari, xalq ashullalari, terma, laparlar Komiljon aka ijodida bir butun san'at bo'lib shakllangan. Komiljon aka dastlab doston yo'llarini aytib dong taratgan. 40-yillarda umuman sovet qo'shiqchiligiga xos bo'lgan ko'tarinki ruh, ommaviylik, oddiy xalqchillik tomonlari doston kuylarida, doston yo'llarida, doston she'rlarida o'z aksini topgan. Hozirgi kunda ham doston ijrochiligi juda katta e'tibor topib kelmoqda. Bugun ham yosh dostonchilar o'z vaqtida bola baxshi Komiljon aka el nazdiga qaratgan yo'lni yanada rivojlantirib, zamon ruhiga bog'lab kelmoqdalar. Ana shunday iste'dodli ko'rkam yosh baxshilardan biri Qalandar Nurmatovdir. Sana düştü nezerim sevgili canan beri gel. Açmış isli yüpersün gül reyhan beri gel. Gül beden gülgin rengi toni zerefşan beri gel. Al yanak küprik ok alma derahtan beri gel. Canıma satka bulay sevgili canan beri gel. Otur kavşımda sen şavkı cemalım göreli. Gül yüzün şöylesine sal böyle sübet kuralı. Dost kadrın büleli, düşmanlı ota vuralı. Kel güzel kavşımda sen şavkı safalar süreli. Sürmesey devranı tervettiyle devran beri gel. Ya külüp beri bakıp naz bilen sallanasın. Ya da kaşını çıtıp her tarafa tavlanasın. Öz yüzün şöylesine belki özün hem yanasın.
Ağlama şöyle salan sen bir acayip sonasın. Ciğerim otaya kan ateş suzdan beri gel. Çekerem er gecelerde ağzağırım seni. Menden özge kim çeker bu derdi zağırım seni. Bir menem yüzmeytimen gezdirip tağırım seni. Bu bağımda biten alma en ağırım seni. Termesem kavlar bugün köylümde erman beri gel. Uyalıp yere bakıp bizden ki baklasın. Köz uçi birle karab canıma otlar yankasın. Bir günü öldüresen ahır bu canım ağlasın. Ben duan oldum hemişe şeru şeker bilesin. Tav yeri köylü süven tavda gülistan beri gel. Tav yeri köylü süven tavda gülistan beri gelen canım. Komjon aka nafaqatgina ajoyib hofiz, chalg'uvchi bo'libgina qolmasdan o'ziga xos bastakor ham edilar. Komjon akani bir gaplari meni e'tiborimda saqlanib qolgan. U kishi aytadilarki, qo'ldan berganga qush to'ymaydi. Bu maqolni agar san'at mavzusiga ko'chiradigan bo'lsak, birovni qo'liga qarab qolgan, birovni ijodiga qarab qolgan san'atkor hech vaqt bir yuqori martabaga erisha olmaydi. San'atkor o'zini har doim yangi ijodiy mahsullar bilan ta'minlab borish kerakligini o'zi ijodida isbotlagan va shuni shogirdlariga singdirishga harakat qilgan. Ortiq aka mana bugun Komjon akaga bag'ishlangan ko'rsatuvda siz ishtirok etyapsiz. Mana shunday an'analarni davom ettirish sizning ijodingizga ham xos narsa deb bilaman men. Bu haqda o'z mulohazalaringizni aytsangiz. Juda to'g'ri. Hurmatli Komiljon ustozning biz uchun qoldirgan bir ajoyib hislatlari, juda ko'p yaxshi hislatlari bor edi. U kishi qaysi oblastga gastrolga bormasin, qaysi bir bayramlarga ashula tayyorlamasin, shunga mos narsani axtarib tezda shu yaxshi kunlarga bag'ishlangan so'zni o'zi qo'ldan kelsa o'zi yozardi va shu kunni o'zida bastalab xalqqa aytib berardi. Oblastlarga borsa, o'sha oblastlarning nomiga bag'ishlangan, Tojikistonga gastrolga borsa, Tojikistonga bag'ishlangan qo'shiq tayyorlardi. Ham shu bilan bir qatorda yoshlarga ham, ko'pchilik xonandalarga ham doston kuylarni, o'zini qo'shiqlarini to'xtamasdan o'rgatib borardi. Biz hali ustozning ham yaxshi tomonlaridan biri bu o'zbek san'ati bilan juda qattiq bog'langan, ayniqsa ustozning qo'shiqlarida, ayrim qo'shiqlarida Farg'ona vodiy kuy qo'shiqlarining ohanglari mujassamlangan. Masalan, ustozning Ishqingda zor o'ldim degan ashulasining kuyida asosiy negizida o'zbek san'atining bir namunalaridan parchalar sezilib boradi. Yoki mana maxsus degan ashulasi bor, yoki natilar mandan degan ashulasi. Juda ko'p qo'shiqlari borki,
mana tanavorga o'xshab ketadigan murojaatning yo'llariga, undan o'zbek san'atining vodiy qo'shiqlarining eski ijrolaridan namunalar olib o'rgangan joylari bor. Ustozning YouTube bizga ko'rsatgan yaxshi tomonlari shunday edi. Qayerda nima aytishni, qaysi davrada, qaysi yoshga mansub bo'lgan so'zlarni aytishni ustozning yonida yurib, orqasida yurib, shunday yonida birga chalib o'tirib, juda qattiq o'rganganmiz. Mastona yurgancha gayri yurtlarda, Mastona yurgancha gayri yurtlarda, önüp ösken öz yurtundan ayrılma. Bir malul keklikdik nefsin yolunda, dağma düşüp kanaatından ayrılma. Dağma düşüp kanaatından ayrılma, hey ayrılma. Tevekkül et halka halın birin bar, sabreyle gılbi sabırlık hem bekar. Her yerde işlesen nasibendir bar, bay bolay deyip izzetinle ayrılma. Bay bolay deyip izzetinle ayrılma, hey ayrılma. Birovlarning ko'ngli şalıbını ister, Nadanlarning ko'ngli düşmanını do'stlar, bekadirlar, yalgan so'zing rostdir. Kadrin bilgen ülfetinden ayrılma. Kadrin bilgen ülfetinden ayrılma, hey ayrılma. Namertlere muhannesler naçarlar, taamın yebişin bolsana kaçarlar. Sırrını paş etip eybin açarlar. Talim bergen ustazinden ayrılma. Talim bergen ustazinden ayrılma, hey ayrılma. Kimse kaşak bulsa kimse boy bular. Canay her kişinin vakti ikbali biler. Her ne kilsene başına tilinden kiler. Maktım kulu kalk yağdından ayrılma. Maktım kulu kalk yağdından ayrılma, ayrılma. Talim bergen ustazinden ayrılma, hey ayrılma.
Alça gelen gamsız başım gamhana bozdu ya bir söz bilen aşna yarım bir cana bozdu ya bir söz bilen aşna yarım bir cana bozdu ya ben geldim amir kulağlar yüreğimni kocadallar ul kaçtı menden yırağlar ravana bozdu ya neleyim ul kaçtı menden yırağlar ravana bozdu ya neleyim
aka, sizni san'at muxlisi sifatida mana juda ko'p marta zamonaviy estrada qo'shiqlarini, mana viyolar bilan bir qatorda o'zimizning ajoyib meros namunalari, Hojixon, Komiljon, Sheroziylarning yozuvlarini eshitib o'tirganingizni ko'p marta men guvohi bo'lganman. Mana shu bunday qaraganda bir-biriga hamohang, lekin dunyoning ikki nuqtasidan darak beruvchi narsalarni doimiy uyg'unligi odamni o'y fikrini uzoqlarga olib ketadi. Bu umuman endi san'atni yashash shakli azaldan shunday. Men o'ylaymanki, zamonaviy 20-asr kishisi Rolling Stones ansamblini ham bilishi kerak. Uning paydo bo'lish alomatlari, sabablarini, shuningdek bizning o'zbek ziyolisi, zamonaviy ziyoli, ma'rifatchi kishi, umuman har bir odam bizni maqomimiz tarixini ham bilishi kerak. Xalq qo'shiqlari tarixini ham bilishi kerak. Agar shu ikkalasi uyg'un bo'lmasa, umuman menimcha san'at oldinga ketmaydi. Komiljon Ataniyozov bizni nafaqat musiqa merosiga, bizni she'riyatimizga bo'lgan munosabatimni ham mening bir qadar o'zgartirgan. Men Ogahiyning, Navoiyning she'rlari, Maxtumqulining she'rlari shu qadar bizga, dilimizga yaqin, shu qadar bizni o'zimizni, xalqimizni qalbidan qaynab chiqqan so'zlar ekanligini men birinchi shu kishining ijrosida his qildim. Chunki Komiljon Ataniyozov so'zni har bir harfning unli undoshigacha farq qilib, har qaysi so'zning harfning yuki bo'ladi. Shuni joy-joyiga qo'yib, urg'ularni joyiga qo'yib, buni endi muzikada yana o'zining joyini topib, kishilarga bera bilish talanti bilan ham yarq etdi. Bu bilan ham bizning dastonlarimizga bo'lgan tasavvurimizni, she'rimizga bo'lgan tasavvurimizni ham bir qadar o'zgartirdi. Albatta Komiljon Ataniyozov bu yolg'iz odam emas edi. Bu paytda bir qadar katta o'sha Ma'murjon aka va boshqa o'sha Yunus akalar boshlagan ishlarni davomli butun bir baxtli yulduzlar turkumi ichida porlab ko'rina oldi Komiljon aka. Bitta o'zi bo'lganda biz uni hamma nima qilishi mumkin edi. Mana. Lekin bu bir turkum yulduzlar ichida yarqirab ko'rina bilish, bu juda ham haligi kichik ish emas. Bu tarixiy faktor, ijtimoiy faktor. Shuning uchun biz san'atimizni, namoyandalarini sanaganda o'z-o'zidan Komiljon Ataniyozovning nomi qo'shilib ketishi, bu demak juda odil, obyektiv sababdir. Men she'riyat haqida gapirdim. U kishi o'zlari ham she'rlar yozganligini biz bilamiz. Buning sababi albatta u kishining otalari Niyoziy taxallusi bilan she'r yozgan, devon qoldirgan katta shoir, ma'rifatchi odam. O'sha hatto bir timsoliy zamonlar o'zgarayotgan, inqilobiy o'zgarishlar bo'layotganini Xorazmda bildiruvchi kichkina keyin Komiljon Ataniyozovning o'zini taqdiri bilan bog'liq o'sha hikoyat bor. Bo'lgan gapdir. O'sha Hamza Hakimzoda konsert bilan kelganda 5 yoshlikmi, men uncha juda buni tarixiy nimasini to'g'ri keltira olmayman. Taxminan shunga to'g'ri keladi. Men shartli timsoliy ramziy tomondan aytaman. Shuning konsertiga Hamzaning Ataniyozov bola Komiljonning borishi bu katta kelajakdan xabar berib turibdi. Mana Komiljon aka haqida gapira turib, men u kishining dunyodan o'tgan kunlarini eslamasdan hech ilojim yo'q. 5 noyabr
75-yil eshitib qoldim. Tez ketdik. Hech misli ko'rilmagan qor yog'ib, mashinani yurishi ham qiyinlashib, bir olam osmon aylanib ketdi. U kishi 5-noyabrda har yili Xorazmga paxta plani to'lishiga shu bayramni, katta inqilob bayramini birga o'tkazishga har yili borish odatlari bor ekan. Buni qarangki, u kishi bu yerda 5-noyabrda dunyodan o'tgan bo'lsalar, 6-noyabr kuni u kishini endi dafn etildi. Samolyotda jonsiz holda olib ketishdi. Men ko'rib, u kishining bir kichkinagina ko'rpachaning ustida yana bir undan ham kichkina, xuddi tordan ham kichkina bo'lib yotgan jasadlarni ko'rib, men endi Marsiya desam bo'lmaydi, mana shunday misralarni yozgan edim. Men buni vaqtli matbuotda e'lon qilmadim, kitoblarimga ham kiritmaganman. Bu Fozil Zohidning Komiljon Ataniyozov haqidagi shogirdlari aytgan, boshqa so'zlar aytilgan kitobga kiritilgan. Men shuni eslayman doim. Esimdan chiqmaydi. Yo'lga chiqdim, qo'lda toring ko'rinmas. Yo'lga chiqdim, qo'lda toring ko'rinmas. Komiljonim, qayda ketib borasan? Ne manzilga, ne makonga bilinmas. Ayt ustozim, qayda ketib borasan? Komiljonim, qayda ketib borasan? Yog'magan qor yog'di, quyosh aylandi. Urganch, Nukus, Ashqobod shosh aylandi. Yosh oqmagan ko'zlarda yosh aylandi. Komiljonim, qayda ketib borasan? Ayt ustozim, qayda ketib borasan? Eski dunyo uyg'ongandi toringdan, vomuq uzra jon olgandi toringdan, amud daryo to'lg'ongandi toringdan. Endi o'zing qayda ketib borasan? Ayt ustozim, qayda ketib borasan? Shahd etdingmi qayta boshdan kuylashga? Ya Xorazm hosil to'yin to'ylashga, ya mangulik bilan bo'ying bo'ylashga? Komiljonim, qayda ketib borasan? Ayt ustozim, qayda ketib borasan? Endi bildikki, Alisher Navoiy so'zlari bilan aytsak, ko'p husndan ko'ra oz baxt yaxshidir deganlar kishi. Ko'p biz endi mana mangulik haqida gapirayotganda biz u bilan bo'ylashib turgan har qanday dabdabalardan xoli o'zining kuchli mehnati bilan shu mangulikka o'zining hissasini qo'shgan, bizni san'atimizning faxri, g'ururi bo'lgan Ataniyozov Komiljon ko'z oldimizda doim namoyon bo'ladi. Rahmat Omon aka. Mehru havasga chek yo'q albatta. Komiljon Ataniyozov san'atiga intilayotgan san'atkorlar, yoshu keksa san'atkorlarning soni yo'q. Har bir bunga mehr qo'ygan san'atkor o'ziga undan tegishli narsalar oladi, tegishli oziqa oladi. Komiljon akaning eng kenja shogirdlari qatorida Rahmatjon Qurbonovni nomini aytish mumkin. Komiljon Ataniyozov merosi biz yoshlar uchun katta maktab. Bu maktabni qancha o'rgansak, bu maktabga qancha yondashsak, bizlar uchun shuncha foyda. Men umuman san'atga qadam qo'yishimda, men san'atkor bo'lishimda, men ashulachi bo'lishimda, birinchi hayotimda shu ashulachi bo'lishimda rol o'ynagan inson, menga katta ta'sir qilgan inson Komiljon Ataniyozov. Men Komiljon Ataniyozov bilan shu davralarda uchrashib, suhbatlarda bo'lganimdan, o'zlarini hayotda ko'rganimdan men o'zimni baxtli hisoblayman.
Men maktabda o'qib yurgan paytlarimdanoq Komiljon Ataniyozovning lentalarini noyob durdona hisoblab shu kishini ashulalarini qayerlarda ijro qilgan bo'lmasin, men shularni topishga harakat qilaman, izlanaman. Shu borgan joylarimda Komiljon Ataniyozovning lentalarini izlab, axtarib, topib yuraman va hozir shu kunlarda ham men uyimda fonotekamda saqlanayotgan lentalardan Komiljon Ataniyozovning noyob ashulalarini eshitib, shulardan ilhom olib, shulardan o'rganib, shular asosida o'zim kuylar yaratishga intilaman. O'zim shu kishining ashulalarini suyib ijro qilishga harakat qilaman va sizlarga hozir o'z fonotekamda saqlanayotgan lentalardan, noyob durdonalardan, Komiljon Ataniyozovning ashulalaridan hozir sizlarni e'tiboringizga havola qilib, shu lentani eshittirmoqchiman. Ortalar her bir kimse hem yaşlıktan ulgayadır. Mesela evvel yokmuz, keyin hayatga payda bulamız. Hayattan bir boladı, iki boladı, yine hazır bizki 50 olub turibdi. Şuna oxşagan, biz mana şu baklı hayatımızda sizler bilen kunak hayatta yaşap 50 yaşını hükümetimiz bilen beraber toğulup, beraber ösüp mana şu ayağa yettik. Bizde siz bizim bu kunak hayat vergen hükümetimiz kalaverse mana şu siz halk bizi şu ayağa yetkazgansiz. Biz yaş vaktimizde pada bakıp, mal bakıp, koy bakıp şu ayağa yetkemiz. Kişi bir denege şunday olup turalmaydı, sekin sekin ösüp, sekin sekin bu ayağa yeterdi. Mana şu yaş vaktimizdagi pada bakkan dövrlerde halkımız tamamına icat kılınan bir kichkina ashulani ben aytar edim. Şunu bir yadlab, şu vaktini bir eske salıp, 13-14 yaş vaktimizi eske salıp sizlerge şunu aytıp vermek. Atalıktın, malın baktın beherde. Atalıktın, malın baktın beherde. Özü turmayı uygatadı seferde. Pişirgen aşlar yey, közünün yaşınday. Çakmak taşla onunu birer naharda. Atalıkның malım baktım beherde. Atalıkның malım baktım beherde. Özü turmayı uygatadı seherde. Pişirgen aşlar yeyi közüm yaşından ay. Çakmak taşnanını birer nerede?
kimde bir qurada tutunlar Mana köngil bering bağrı bütünler Hayra düştüm sevgenimden iyi dostlar Közüm yolda, könglim yarda şu günler Kızıl kumda sürsem sürülmez Ya tillerden cefa çeksem bilmez Ya tillerinin ey bağı bilen bakçası Öz ilimni yantağınca görünmez Ya tillerinin ey bağı bilen bakçası Öz ilimni yantağınca görünmez Azan bilen maraydadım fadalar Şairim olunu serdi kada Sevgenimden haber birse her kişi Suyunçiga suci can sadoa Sevgenimden haber birse her kişi Suyunçiga şirin canım sadoa Ona kılay aziz canım sadağa Ortiqxo'ja aka, siz san'at shaydosi sifatida, san'atkor sifatida mana juda ko'p hofiz, ashulachi, kompozitor, bastakorlarni ijodini abadiylashtirish borasida xayrli ishlar qilgansiz. Shashmaqom filmini yaratishda, jumladan mana Komiljon akani film konsertini yaratishda juda bir jonbozlik ko'rsatib, bu kadrlar hozirgi kunda o'zbek kino xronikasining ajoyib bir nusxasi sifatida namoyish etilib kelmoqda. Bunday voqealar albatta o'ziga xos xotiralar bilan bog'liq bo'ladi. Shularni ikki og'iz biz bilan baham ko'rsangiz. U kishi juda fikrlari keng doiradagi fikrga ega, ilmga ega, texnikaga, ilmga juda chanqoq bir odam. Shunday bir odam haqida film konsert qilsa bo'lmaydimi deb o'ylab qoldim. Endi qahramoningizni yaxshi ko'rmasangiz, ichki tashqi dunyosini yaxshi bilmasangiz, u yaxshi film bo'lmaydi. Muhabbatingiz o'tmasa ekan plyonkaga, u yaxshi film bo'lmaydi. Komiljon aka tabiatan sahna uchun yaratilgan bir artist edi. Shunday chiqqan paytda tomoshabinni o'ziga qamrab olardi. Psixolog edi. Keyin shunday o't qarash qilardiki, shu o't qarashda tomoshabinning yuragiga qo'r otardi. O'zini shu ashulani boshlaganda o'sha ashulaga bergan ruh bilan chayqaltirardi. Matniyaz aka, siz Komiljon aka bilan uzoq yillar davomida ijodiy hamkorlik qilgansizlar. Mana Xorazm muzika merosini yozishda, to'plashda ham bunga juda ko'p e'tibor bergansiz. Juda ko'p xotiralarni kitoblarga kiritgansiz.
bugun teletomoshabinlarga ana shu xotiralardan bir ikki og'iz gapirib bersangiz. Komiljon akani 43-yildan buyoq yaxshi taniyman. U kishi o'z ustida juda ko'p ishlardilar. Hamma vaqt yangilik yaratish uchun harakat qilardilar. Biron konsertdami, sayildami, bayramdami, to'y tomoshalardami xalqimizning oldiga chiqqanda albatta har bir chiqishida bilan yangi qo'shiq bilan, yangi bir ashula bilan yoki maqomlardanmi, yoki dostonlardanmi, yoki boshqa xalq qo'shiqlaridanmi o'rganib chiqardi. Komiljon aka Ataniyazov 45-50-yillarda juda ko'p ijod bilan shug'ullanib, yangi qo'shiqlar yaratdi. Zamonaviy qo'shiqlar yaratdi. Ularning ichida Salom senga Xorazmdan, Egam Rahim she'riga, Aziz vatanim, Salom Hind xalqiga, Salom Hind xalqiga bu 56-yilda yaratilgan qo'shiq, chunki Hindistonga bir guruh san'atkorlar borgan edi, bu san'at Hind xalqiga deb shu paytda Komiljon aka bu qo'shiqni yaratib Hindistonda kuylagan. Yana 50-yillargacha bo'lgan davrda vatan haqida qo'shiqlar, vatanim qo'shiqlarini yaratib san'atimizning rivojiga katta hissa qo'shdilar. Mana hozirgi kunda butun respublikamiz bo'ylab Komiljon akaning 70 yilligiga atab mana yosh ijrochilar konkursi bo'lib o'tdi. Yaqinda Urganchda siz shu konkursga rahbarlik qildingiz, raislik qildingiz. Juda yosh san'atkorlar qatnashdi. Mana radio to'lqinlari orqali, matbuotda, mana Komiljon aka tug'ilgan qishloqda bu san'atkorga byust qo'yildi. Mana bundan keyin ham Komiljon aka ijodiga, san'atiga qiziqish tobora ortib bormoqda. Bu bejiz bo'lmasa kerak. Chunki bizning hozirgi kunimizda bu san'at yanada bir dolzarb mavzuga aylanib, yoshlarga, keksalarga ma'naviy oziqa berib kelayotir. To'g'ri aytdingiz. Men iyun oyining 24-chisdan 29-chislariga Komiljon Ataniyazovning 70 yilligi munosabati bilan tashkil qilingan Komiljon aka qo'shig'i ijrochilarining konkursi o'tdi. Men shunda ishtirok etdim. Haqiqatan ham Komiljon Ataniyazov o'ziga mansub bir ajoyib ijrochilik yo'lini yaratgan san'atkorlardan bittasi ekan. Bu konkursga 18 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan yigit va qizlar, 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan xotin-qizlar, raqqoslar qatnashdi. Juda ajoyib Komiljon akani izdoshlarini, shogirdlarini, xuddi Komiljon akaga o'xshab aytadigan, Komiljon aka yaratgan qo'shiqlarni ijro etgan yoshlarni guvohi bo'ldik. Men o'ylaymanki, Komiljon aka yaratib ketgan qo'shiqlarni, u kishining san'atini yoshlar davom ettiradilar albatta. Bu shogirdlari Komiljon akani hamma vaqt san'atini hurmat bilan avaylab, saqlab ishonch bildiraman. جفا جبر جان و من خرام جلوه ناز مرا خود یه سری خرام
İstanbul dikünüm lalem o padavi gülistanım mahsus çiçeğay atınca gülüm çiçek ama yürür bülşem beyran yürür bülşem beyran بدخشانım mahsus Gaminde işkren cirahat bildir Bu derdin öldü dermanım mahsus Bu derdin öldü dermanım mahsus
Komiljon akadek san'atkor suvoralarga e'tibor bermasdan iloji yo'q edi albatta. Shuning uchun ham Komiljon aka suvoralarni butun ijodi davomida sevib, ardoqlab o'rgangan, ularga o'z hissasini qo'shgan, o'zi ularni mohirona ijro etgan. Suvorani hozirgi kunda bir ajoyib, yangicha bir ruhda, ma'lum darajada Komiljon aka yo'liga o'xshab ketadigan ruhda ijro etadigan ashulachilardan biri Otajon Xudoyshukurovdir. O'zbekiston xalq artisti Hamza mukofotining laureati. Bu salobatli yo'llarni eshitganda haqiqatan mana qanday hofizlar, qanday san'atkorlar bu asarlarni yaratgan, takomillashtirganligini biz guvohi bo'lamiz. Hasretlen küzüm aşk Kiyulin gürleze benditmez Meni isteyen göz Sübeti de ercüment etmez Meni ister kişini Sübetin gönlüm sen etmez Tapmadım aya Kayan varsam bulurlar Uluğaçlar hamdamu hamra Tilarlar bahram mendir Men tilab tapmam biridin vaq Nibarat avman Bilkimem din isteyey baram Üzi hem vermen bulmaz Meni hem vermen bitmez Çekim mağyılmın altında Levi şedidir ağıp Bilimdim hem necatımda Kudem vavsılayım ağır Avtli İsa sıfatımda Netayhuri taribaz Men katlım ya hayatımla Ayağımın zari çeşmeyle Nihav nuş hamdi etmez Şah
Çekereşkine gözüm İntizarı sürüversen diyem İlacım olmasa Mevla mürşid devledim Kereymezse öyle gün Şekli kim hüsnü melahadim İçim ölçene çağ gitmez Haniye bu bende yetmez Bugün şavbilgiler içirem Yok idi yavuşa suavram ki Birini kılmadım Zor çeş yaşı varım ki Uvara sen tanger kalmasın sabrı kararım gel Kirayüz yavbegi kav Tışı mecnun şavrım ki Uzu kendimden özgene Yerde cenab Lavni semen diyetmez Savadi zülfünü kürgeç Yümener ağağı tündip güz Yüzü gene hazır olgaç Hem tutar kol birleşindip güz Kengül hayrat ya kalma Yürme savnini üçündip güz Ulay utluk yüzün açsa Navana yetimmesin deyip güz Muhabbet tuhmedin güz ya Bulut uzrasman yetmez Aziz do'stlar, bugungi ko'rsatuvimizda ulkan san'atkor ijodiga safar qilib, undan ayrim namunalar ko'rdik. Albatta, Komiljon Otaniyozov ijodi 1-2 ko'rsatuvga sig'adigan narsa emas. U o'z mazmuni, o'z shakli bilan xalq san'atidan chiqqan va yana yuqori pog'onalarga ko'tarib xalq san'atiga, xalq merosiga aylangan.
haqiqatan ham Komiljon Otaniyozov ijodi bu jonli jarayon. Hozirgi kunda ham rivojlanib, hozirgi kunda ham unib o'sib borayotgan bir narsa. Menimcha xalqning sevimli san'atkoriga bundan ortiq haykal, bundan ortiq bundan ortiq e'tibor bo'lmasa kerak. Chunki san'atning umrboqiyligi ham shundadir. Görmek yüzüne temenna yaşasın. Güller içine insesiye desena. Güller içine dilberim ben yaşasın. Güller içine dilberim ben yaşasın. Budur teyim şad yaşa daim amanda. Şabanlar mertebeyi yanır halde. Hürmetten şad yaşa daim amanda. Kalbi zivayır aşıksın. Güller içine dilberim ben yaşasın. Dilagim düşenleyim maharif kuziyet. Maksadım bağları ama analım ziyet. Bir boyum edi vafa bağlı seyreyleyeyim. Seyreyleyen Kalbim mülki canım Kemiyorum kızıyım Kalbi zibaya yaşasın Sevmek yüzüne bir temenna yaşasın Sevmek yüzüne bir temenna yaşasın Uçacağım taze gülüm yaştan kızım Uçacağım taze gülüm yaştan kızım Kırmıcan birleşip kıldı kumar kılgene Kırmıcan birleşip kıldı kumar kılgene Oy! Gele leylim leylim sana boylum boylum Gele hanım gele hatır gayrım gele Oy! Aman 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 gele leylim leylim sana boylum boylum Gele hanım gele hey açıl gülüm gele hey Leylim perdeli yar yüzün yaşırsın Cengi anam bir can diyelim diktirsin Dünyaram alıp ruhi ravan dik duruşun Dünyaram alıp ruhi ravan dik duruşun Aman aman can Aman aman emin gele Gele hanım gele he Sonra boynum gele Gele hanım gele he Çırgan gülüm